Aytgan moddalaringizni olib keldim. Mana oling. To'xtang. Kelishgan pullarimizni kim to'laydi? Kim? Qashqadaryoda xuddi shunga o'xshash ko'rinishda giyohvandlik moddalarini sotayotgan shaxs qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Chiroqchi tumanida yashovchi muqaddam sudlangan erkak o'z hovlisida 600 gramm miqdorda giyohvandlik o'simligini yetishtirib kelgani aniqlangan. Bu ham yetmagandek, u bu moddalarni boshqa fuqaroga 3000 AQSh dollarga sotayotgan vaqtida qo'lga olinadi va ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirildi. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Berilgan imkoniyatdan o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan bu shaxs endi ozodlikni qadriga yetishi shubhasiz. o'zgalarning hayotini zulmatga aylantirayotgan va zahri qotilni pullayotgan bunday shaxslar albatta qonunlarimiz oldida javob berishadi.